Turkiya mahsuloti Harnub tabiiy mahsulot. Buni dorilardan voz kechaverasiz. Qoni kam insonlarga tavsiya qilaman. Homilador ayollarga va yangi uylanganlarga immunitetinizni ko'tarib beradi. Men sizga hozir qanaqaligini ko'rsataman. Mana ochamiz va mana bunga quyamiz. Quyganimizda kameraga yaqinlashtirib. Quyildi. Bir kunda 2 mahal iste'mol qilasiz. Ertalab va kechqurun. O'zini ham iste'mol qilsangiz ham bo'ladi va suv quyib aralashtirib ichsangiz ham bo'ladi. Mana quydim. Aralashtiramiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Buni yoshligimizda kerob daraxtining mevasi bo'ladi. Shuni shimib ichardik. Mana ko'rishingiz mumkin. Bismillah. Alhamdulillah. Tabiiy mahsulot. Xarid qiling, afsuslanmaysiz. Kasal bo'lishda nimaligini esangiz qaror. Aptekaga ko'p yuguravermaysiz. Shuni farzandingizga bir kunda 2 mahal ertalab kechqurun bersangiz, shamollash nimaligini, immunitetingiz pasayib ketmaydi, qoningiz kamayib ketmaydi. Qoni kamlarga tavsiya qilaman. Bir mijozimiz mana shu mahsulotimizdan buyurtma berdilar. Harnub mahsulotidan va mana umra salfetkalari ichida 23 dona bo'ladi. Suv quysangiz kattalashadi. Undan tashqari arpa nonimizdan dietetiskiy sahri bor insonlarga tavsiya qilamiz. O'zini sevgan inson mana shunaqa kerakli tabiiy mahsulotlardan zakaz qilib, iste'mol qilib foydalanadi. Sizlar ham ulgurib qolinglar, bizga buyurtma beringlar, butun respublika bo'ylab yetkazib beramiz. BTS hamkorligida viloyatlarga yuboramiz. Toshkent shahridagilarga esa Yandexdan yuboramiz yoki o'zim sizlarga shaxsan yetkazib berish mumkin. Harnubdan bemalol zakaz bersangiz, mahsulotimiz yetarli. Bizdan ko'rishib davom etinglar.